O'zbekistonda hadovoy bo'yicha eng yumshoq avtomobillardan bittasi bu Spark avtomobili. Aynan shu Spark avtomobiliga hozirda Mers hadovoy qilishni ham boshladik. Videoni oxirigacha ko'rib tursiz, bu haqda o'zingiz ham bilib olasiz. Bu qo'limdagi Spark RC podushkasi, ya'ni yamalarga tushganlaringda udarni ushib beradigan podushkasi. Bu podushka o'zi yaxshi bo'ladi Sparklarda, lekin biz bunga yana ham yumshoqroq va baquvvatroq bo'lish uchun Mercedes RC podushkalarni moslab qo'yganmiz. Bu podushkalar qo'yganlaringdan keyin sizlarning avtomobillaring ham yumshoq, ham baquvvat bo'ladi. Hech qanday muammo ko'rsatmaydi, razval tomonlama va hadovoy tomonlama. Lekin bu podushkani qo'ydirgandan keyin aynan shu podushkaga moslab усиление amortizatorlar ham qo'yiladi. Bu amortizatorlarga 6 oy garantiya beriladi. Avtomobillaring 100% ga yumshoq bo'ladi. Sizni ham avtomobilingizda qanaqa muammo borligini va hadovoy tomonlama nima muammolar bo'layap turganini albatta kommentariyada yozib qoldiring. Biz sizga javob berib, sizda bo'layap turgan muammolarni hal qilishga harakat qilamiz. Albatta videoga bitta like bosib, profilga obuna bo'lish esdan chiqmasin.